Hozir oldimda Cambridge hamda Oxfordda chop etilgan turli xil inglizcha lug'at kitoblar mavjud. Keling ularni birma-bir ko'rib chiqamiz va ularni afzallik hamda ozgina oqsaydigan tomonlarini aytib o'tamiz. Birinchisi English Vocabulary in Use. Buni turli xil levellari mavjud. Masalan, qo'limda hozir Upper Intermediate hamda Advanced turibdi. Bu kitoblarimiz bizga plyus tomonlari mavzulashtirilgan hisoblanadi, ya'ni biror bir mavzuga atab, o'shanga doir collocationlar, alohida so'zlar hamda qo'shimcha birga keladigan so'zlarni ham berishadi. Bu yaxshi tomoni, ammo mashqlari unchalik meni qoniqtirmaydi, chunki juda ham kam. Bu kitobga men 10 dan 7 bergan bo'lardim. Bu kitobimiz Oxford Word Skills. Oxford Word Skills kitoblari bundan idiomalardan tashqari yana ikkita alohida so'zlar kitob bor. U ajoyib, chunki uni ichidagi barcha kelgan so'zlar IELTS writing, reading va speakinglarda juda ham ko'p ko'rganman. Shuning uchun bu kitobga 10 dan 8 bergan bo'lardim. English Collocations in Use bu xuddi boyagi English Vocabulary in Use ga o'xshagan, faqat bu yerda collocationlarni uchratasiz. Agar siz speakingda part 2, part 3 ga aynan vocabulary yig'ishga qiynalayotgan bo'lsangiz, buni yodlashingiz kerak. Va mening eng sevimli kitobim bu Destination hisoblanadi. Ya'ni mana bu kitoblarni birortasi ham bunga teng kela olmaydi deb o'ylayman, chunki har bitta o'quvchiga har xil holatda har bitta so'zlarni tushuntirib bergan. U yerda siz nafaqat so'zlar mavzulashtirilganini ko'rasiz, balki undan tashqari mashqlari, grammatika mashqlari, frazalar, collocationlar hammasi bor. Shuning uchun ham bunga 10 dan 10 bergan bo'lardim. Sizchi, so'zlarni qaysi kitobdan yodlab borasiz?